Сегодня в Ташкенте проходит очень важная конференция. Bugun Toshkentda raqobat siyosatiga bag'ishlangan muhim konferensiya o'tkazilmoqda. Aytish kerakki, dunyoda global beqarorlik va noaniqlik kuzatilmoqda. Bu vaziyatda raqobat siyosati yo'nalishlarini, mavjud imkoniyatlarni muhokama qilish alohida ahamiyatli. Hozirgi jarayon hamda xorijiy tajriba biz uchun ham albatta manfaatli bo'ladi. Прежде всего, хотел бы поблагодарить за приглашение. Avvalo ushbu nufuzli anjumanda ishtirok etish taklifi uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ayni paytda biz iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiluvchi raqobat siyosatiga oid dolzarb masalalarni muhokama qilmoqdamiz. Bu muloqot nafaqat O'zbekiston, balki boshqa ishtirokchi davlatlar, xususan Ozarbayjon uchun ham juda kerakli ekanini aytishim mumkin. Как и для Республики Узбекистан, так и для Азербайджанской Республики. Ta'kidlanishicha, keyingi yillarda raqobat qonunchiligini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishga qaratilgan ko'plab islohotlar amalga oshirilgan. Bu esa o'z natijasini ko'rsatmoqda. Iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini oladigan bo'lsak, 5 yil ichida 30% gacha qisqardi. Xususiy sektorga keng yo'l ochilyapti. Bundan tashqari 2023-yilda yangi raqobat to'g'risidagi qonun qabul qilindi va u to'liqligicha xalqaro standartlarga mos keladi. Ayni paytda barcha sohalarda sun'iy intellektning ta'siri kuzatilmoqda. Ushbu holat raqobat siyosatini boshqarishda yangi usullarni joriy etishni taqozo etmoqda. Qayd etilishicha, mazkur konferensiya sohadagi tizimli muammolarni aniqlash va tahlillar orqali kerakli takliflarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.